Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh tövendeki babda mındaktaydı. Ayol kişiniki akışı turup nafil namaz okusu bolamdı bulmamdı. Bu mesele hakkında toxtulup Bu 513. numaralı hadis. Bu hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Abdullah ibn Yusuf hadis sözlep bergen idi dedi. Bu zat dedi bizge Malik haber bergen. Malik bolsa Ebin Nezir Ömer İbn Ubeydullah'ın azetkardisi Ebin Nezir'den haber bergen. Ebin Nezir Ebi Selmet ibn Abdurrahman'dan bu zat Peygamberimizin söyümlük ayali Ayşe anımızı bayan kılgan bulup Ayşe anımız mundak diyen iken Cenab-ı Resulullah'ın aldığında uxlap qolatdım. Putum kıblatamda. Resulullah secde kılgan vaxtida meni şunda çimdip qoyatdı deydi. Putumni yığıp olatdım. Resulullah qiyamga qo'yib qolgan vaqtida yana putumni uzatatdim. Ayşe anımız yana shundoq deydi. Uyimiz şu kunlarda dedi. Uylar şu kunlarda chiroq yo'q vaqtlar edi dedi. Demak bu hadisdagi ravilarning tarjimalari bosh o'tib bo'lgan. Endi bu hadisda bir necha ulug' bir oiladagi bir adab, axloq, qoida, yo'sin aks ettirilganligi chiqib turyotdi. Cümleden mesela namazda küçük hareketler namazga münasebetlik bu bo'ladi deganlik kelib chiqyapti. Yana birisi bu Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki oldida bu ayolniki putun suzib bunda qilganligi bu behurmatlik, adabsizlik emas. Chunki arablarda bundaq bir maqol tamsi va do'stlar orasida adab yo'qaydi deb. Ya'ni erkin ozod bo'ladi degan bo'ladi hamda. Demak o'zi eng yaxshi ko'rgan bir qadrdon bilan o'rtagan vaqtdagi holat bilan yatroq odam bilan o'rtagan vaqtdagi holat cho'qim buningda farqliq o'xshamaydi hamda. Endi yana birisi Ayşe anamiz bu yerda bir o'zir bayon qilib o'tdi. Ya'ni uyimizda, ya'ni uylarda chiroq yo'qotlar edi deb. Nemishqa o'zining putini so'zib turganligini tushuntirish uchun bu özür bilan bayon qilgan. Uyimizda chiroq yo'qdi shu vaqtlarda deb. Agar chiroq bo'lgan bo'lsa, payg'ambarimizniki nega sajda qilganligini bilatdim. Albatta putimni o tarafga uzatmagan bo'latdim. Rasulullah'niki hatto bizniki mana chimdoshqimi fursat bermagan bo'latdim deb. Bu yerdagi bir o'ziniki bir tovanchilik bilan o'zining o'zirisini bayon qilib o'tyapti bu onamiz. Şoňlaşqa bäzi işlerini kişilerdeki hata düşünüp olmaslık üçün bäzi sebeplerini özür noktalarini düşündürüp koygan evzel hemde. Kişilerdeki bunağa fitne fasat, malamet, söz çöçek tapmaslık üçün. Hem tövendeki babda İmam Bukhari Hazretleri namazda hiç kandak bir şeyi namazı buzuyut emmeydi degen kişineki sözü hakkında toxtulup bu 514. numaralı hadis. Bu hadiste Ömer ibn Hafs bizge hadis sözlep bergen dedi. Bu zat dedi, bana dadam hadis sözlep bergen. Bu Hafs degan kishi dedi, bizge A'mash hadis sözlep bergen. A'mash dedi, bizge İbrahim Esved'den Esved Ayşe anamızdan hadis sözlep bergen. A'mash yani dedi, bana Muslim hadis sözlep bergen. Muslim Mesruq'dan Mesruq Ayşe anamızdan bayan qilgan. Demek bu hadis bir yerde İki yol arkalık kelgen boldu A'mashga. A'mashga İbrahim arkalık ve şundaqla Muslim arkalık kelgen bu hadis. Ayşe anamızın huzurida mundaq bir mesele oturup qo'ylapti. Namazı qanda narsalar buzuytidi degan mesele bayon qilinib, it buzuytidi, eshak buzuytidi, ayol kishi buzuytidi deyilibdi-da. Degandiki Ayşe anamız bizni eshakmish itlar o'xshatdingmi degan. Ya'ni bir rivoyatda bizim eshak bilan barobar ko'rdingmi degan. Deb bo'lib, vallahi azbirai xudo men Janob Rasulullahning namoz o'qiyotganligini ko'rgan. Men shu karvatda yotatdim. Rasululloh bilan shu nimaning qiblaning oralig'ida o'ngdisiga yotatdim. Shu oralig'da mening ba'zi bir ishlarim chiqib qoladi. Yani uzun o'tirishni taz yoqtirmay Rasululloh bu yerda bir azorlanib qolmasin deb asta Rasulullahning ikki puti tarafdan o'zimni sug'urib chiqtatdim degan. Demak, bu orqali Ayşe anamiz namozni ayol, eshak bu narsalarning buzib yotmaydiganligini
bayon qilib o'tgan. Bu hadisning zohiriga qarab o'sha ulamolar orasida xilma-xil ko'z qarashlar bo'lgan. İşte buzuytudu, qari işte buzuytudu, eshak buzuytudu, ayol kishi buzuytudu o'ssi degandek ulamolar orasida bu faqihlar orasida bu ixtiloflar bo'lgan. Lekin Umdatul Qari'ning bayon qilishicha asosan bu odamni aniq bir hukmga kelib bo'lolmay namozni bundoq narsalarning buzmaydiganligini ta'kidlash asosida bu yerdagi buzitish degan masala balkim namozdagi xushuni buzitishi mumkin. Til bilan qalbning tilovatdagi birdagligini, munosibini, bog'lanishini buzitishi mumkin. Hergizmi namozni buzib etmaydi degan. Hem tövende 515 numaralı hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge İshaq hadis so'zlab bergan dedi. Bu İshaq ibn Rahavi degan İmam Bukharining ustozi. Bu kishi dedi bizge Yaqub ibn İbrahim xabar bergan. Bu zat dedi menga akamning o'g'li İbn Shahab hadis so'zlab bergan. Muhammad ibn Muslim ibn Shahab az-Zuhri. Bu kishi tog'asidan so'ragan ekan ayni vaqtida. Namozni nim buzuytudu deganda namozda hech qanday narsa buzuytanmaydi oldida o'tgan narsalar masalan. Menga Urvat ibn Zubayr xabar berib, payg'ambarimizning ayoli Oyisha onamiz mundoq degan ekan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam qiyomda turadi, tahajjud namozi o'qiydi, kechalarda turibdi. Men Rasululloh bilan qibla tom orasida to'g'risi turib olatdim, yotatdim. Shu bir to'shakda yotgan to'shakda deb shundoq degan. Demak bu yerda men oldi turilatdim. Bu o'tgan qayligan vaqtida bu oldida turilishninki diqqatchi e'tibori bakrak kuchli bu yerda. Demak Oysha onamiz men shunda turilatdim. Demak namozni hech qanday narsa buzolmaydi degan. Lekin Ibn Usaymin rahmatullohi alayh bu hadisga qarata o'ziniki e'tirozni bildirgan. Nima deb degan vaqtida inson qanchalik bir ilm maqomga yetishidan qat'iy nazar ma'lum jihatda o'ziniki yanala yetolmaydigan, bilolmaydigan taraflari bo'ladi. Qaramamsizlar masalan Imom Zuhriy rahmatullohi alayh hadis ilmida, fiqh ilmida shu alayda mo'tabar shu davrniki eng olim odamlarning biri. Shundoq bo'lishi qaramay bu odam bu hadis orqali namozni hech qanday narsa buzaytirmaydi degan. Ameliyatda Cenab-ı Resulullah'ın hadisinde Müslümanın namazını ayol kishi o'tsa, eshak o'tsa, qor o'tgan bo'lsa bu buzaydi degan. Bu mu sahih hadis emasmi? Deb bu yerda bu odam bu eshakning, qor ishning, ayol kishiningki namozning oldidan o'tgan vaqtida namozni buzaydiganlik hadisini bu odam kuchlantirgan. Demek bu yerda bir illatni sabab tushundirmasdan bu odam buniki aniq hadisda matnda nas orqali kelgan bir hadisni cho'qim amal qilishimiz kerak. Buning illatini surist qilmaymiz degan qarashni kuchlantirgandek turdi. Demak hamda bu asosan ko'p sondagi ulamolarning nazarida bu namoz shu ayol kishi eshakniki o'tishini namoz buzilmaydi. Faqatlam buzilsa lekin ajr kamaydi degan maqsad qilingan bo'ladi. Yoki xushuni buzuydi deb qaralgan. Lekin Hanbaliy mazhabidagi ko'z qarashda bu hadis sahih hadis. Bu uch narsa buzildi degan, shunga buzildi degan qarashni yoqlagan.